Assalomu alaykum. Quvasoy kuzatuv boruvchilari. Quvasoy shahardagi butkamizni bitirib berdik. Narxi 3,5 million so'm, 120 ga 120, bo'yi 2 metr bo'lyapti. Eshikdan kirishimizda to'g'risida fortishka bo'lyapti. Devorekalarni qilib berdik, endi patalolarni qilishadi. Bag'da yonida 80 cm, 80 ga 2 metr eshigi bo'lyapti. Yonida 35 cm gul qo'yildi. Yopilishlari graf ruchka 53 West Zamoy graf kalit qo'llanishlari. O'zi plas materialdan bo'lgan двойной oyna. Ichkariga kirganimizda ko'rishingiz mumkin. Fortishkasi chit-chit qilib berganmiz. Yonga ochiladi. Bitta stol bir kishiga mo'ljallangan butkamiz. Hop. Non butkani puliga katta butka bo'lyapti. Eshikni zazorlarini ko'rsatib o'tib ketay. Mana zazorlar. Xohlasa, ochganda o'zi bilinadi. Zazorlar birga bir kelgan. Narxi 3,500,000 so'm shu butkanning narxi bo'ldi. Olib kelib o'rnatib berishimiz bilan. Taylari o'rnida, hamma o'rnida bo'lib bu. Quvasoy qolinglar.